Videoni o'tkazvormang. Agar yoqsa mana shu akamizning mehnatlariga bitta like bosib qo'yasiz. Biz haqiqiy suv tegirmonini ishlashini ko'rsatib beramiz. Aka oching. Suv ketdi mana. Charxpalak aylanishni boshladi. Tegirmonni charxpalaga aylandi. Ana endi bismillah aytib bug'doy solamiz. 100 yillab oldin azaldan ota-bobolarimiz mana shunaqa tegirmonni nonidan juda ham foydali non qilib yasab, kimlardir novvoylik qilgan, kimlardir o'zini uyiga olib ketgan. Mana shu tegirmonchilarga bug'doy olib kelib berishgan. 10 qop bug'doy olib kelib berib, aytishganki, xizmatingizga bir qopini olib qoling deyishgan. Lekin ko'pincha pul bo'lmagan. Tegirmonchilar o'sha bug'doyni kerakligi bug'doyzori bo'lmagan aholiga sotgan. Hozir buni nonini ko'ramiz. Sizlar ko'rdinglarmi? Mana shu yerda tegirmonchini o'zlari tegirmon chiqarsalar, tegirmonchini oilalari mana shunaqangi suv tegirmondan chiqqan nonni yasab hozir yopishadi. Hozirgina tegirmondan chiqqan undan non qilib mana endi yopishyapti. Bismillah. Issig'i chiqadi hozir, issig'i. Bismillah. Voy opajonim. Saq. Haqiqiy asl qora non deydi. Toshkentlarda, magazinlarda sotiladi-yu. Men ularga ishonmayman. Hattoki ularda ko'pida vkusovoy добавка bilan kraska ham bo'lishi mumkin. Bismillah. Buni nima qilish kerak emasmi? Toqqa chiqqanda soy oqayotadi, suv. O'shanga botirib yeyish kerak-da. Unga qo'shadiganlar bitta yurakchan qizartirib qo'ysanglar, gap bo'lishi mumkin emas. Opamiz va tegirmonchimizni mehnatlariga Alloh rozi bo'lsin.